O'zbekistonda elektr iste'moli bo'yicha 4-rekord qayd etildi. Hammaga salom, biz boshladik. O'zbekistonda yagona energetika tizimida kecha 17-iyul kuni elektr energiyasi iste'moli va ishlab chiqarish hajmi bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Ma'lum qilinishicha, 17-iyul kuni sutkalik elektr energiyasi iste'moli 293,4 million kWh tashkil etgan. Bu o'tgan yil yoz mavsumida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdan 20,8 million kWh yoki 7,6% yuqori. Shuningdek, sutkalik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham 296,1 million kWh ga yetib, yangi rekord o'rnatilgan. Mazkur ko'rsatkich joriy yilning 16-iyulda qayd etilgan 295,4 million kWh rekorddan 0,7 million kWh yoki 0,24% ga ko'p.